فمرت من تحت ضلعها. Abu Ubayd roziyallohu anhu o'sha balig'ning bitta qovurg'asini bunaqasi yetikka qilib yotkizib qo'ygan edi. Tuyada tepasidagi egar-pegarlari bilan, yuktaqi bilan o'sha qovurg'ani tagidan o'tgan. هذه الواقعة يا إخوان يعني نخرج منها ببعض الدروس التي نستفيدها، ليست مجرد قصة لنحكيها في مجالسنا، ولكن لنستفيد منها دروسا وعبر. نعم. Biz bu hikoyani shunchaki bir qissa eshitgandek o'rganib eshitib ketavermasligimiz kerak, balki biz bundan bir qancha dars, ibrat, nuktalar olishimiz lozim. أولا كم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقراء.